yangi metodika va innovatsiya olib kirib, Aziz yoshlar, mana sizlarga tirik misol. Yosh bo'lish muvaffaqiyatga to'sqinlik qilmaydi. Aksincha, yosh energiya, kreativ fikr va jasorat bilan katta marralarni zabt etish mumkin. Biz ularga faqat omad tilamaymiz, biz ularga ishonamiz. Chunki ular o'z iqtidorini mehnat bilan uyg'unlashtira oldi. Ular nafaqat qo'shiq aytyapti, balki orzular qanchalik tez amalga oshishi mumkinligini isbotlayapti. Niyatlarimiz O'zbekistonni butun dunyoga tanitamiz. Eng zo'ri hali oldinda. Yangi loyihalar, yangi hit qo'shiqlar, yangi rekordlar. Bular hali boshlanishi xolos. Shunday ekan do'stlar, orzu qilishdan qo'rqmang. Orzu qilsa bo'lar-ekan, bu erishib. Qanaqadir sharoit kutmaslik kerak. Mana o'zimiz oddiy telefon va oddiy harakat bo'ldi. Bugun sizlarga haqiqiy ilhom bo'ladigan yosh iste'dodlar haqida gapirmoqchiman. Atigi 2-3 oy ichida musiqa sohasida katta mashhurlikka erishish. Ular qisqa vaqt ichida nafaqat O'zbekistonda, balki butun Markaziy Osiyoda tanildi. Qo'shiqlari trendga chiqdi, videolari minglab va millionlab ko'rildi. Eng muhimi, odamlar qalbidan joy oldi. Bir vaqtlar ular ham bir kun kelib prezident bilan uchrashamiz deb o'ylamaganmiz deb orzu qilishardi. Bugun esa ular katta sahnalarda, taniqli insonlar davrasida. Bu haqiqiy muvaffaqiyat. Sifatini oshirish va bolalarning kasbini ustasi qilish haqida izlanayotgan rahbarni faoliyatida o'zgarish albatta bo'ladi. Ishiga yangicha muhit kiradi. Afsuski, ayrim rahbarlar hali bunaqa yondashuv bilan ishlamayapti. O'zi bilganicha eskicha fikr bilan yuribdi. Ko'ryapsizlarmi? Dunyoda kun sayin, soat sayin yoshlar ongini